barchalarga salomatlik, ishlaringizga rivoj tilaymiz. Qoshlaring qora, o'zingga xuddi orom topdi. Andozing bugun judayam bir arom topdi. Sochlaring uzun bormi, yuzda yangi yoqlar bormi? Lablaring qizildan qizil, ichida gilosi bormi? Qo'shimcha kipriklar yangi, tushim yog'ingimni bu, bir ko'rishda qoldim yangi. Yaltiraydi ko'zlarim munchoq, yarashibdi yangi taqinchoq. Ko'ylaklari buncha uzun, yonimni bu yoki qo'rshoq. Yarashibdi yangi romaning, yarashibdi yuzdagi holing, yaratibdi chiroying. Yarashibdi yuzdagi holing, yaratibdi chiroying. Arsenal, Afrikani ketdik. Ovoz
Bayramınız mübarek olsun. Chin yüreğinden tabriklaymiz. Yıllar o'tib, dunyoga mashhur insonlar bo'lib yetishganinglarda, bitiruv bayramlarida qatnashish bizga ham nasib qilgandik. Ustozlar qatorida yosh kunlarda xizmatda bo'lib tabriklab, faxrlanib yurish bizga ham nasib qilsin. Tabriklaymiz. Rahmat. Alisher Fayz janoblari, rahmat Alisherga. Davom etamiz. Muhabbatdan Hadi yotqizing dedim, bolasini yotqizdi. Yurmayaptimi? Ha, yurmayapti. Ne yotqizdi? Hali bola yurmadi. Yugurdi. Agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasiz. Nimada bir narsa o'ylab chiqadi. 50 6 yilda bolasi yugurib ketdi. Qo'rqqandan bechora o'zi yurolmay qolgani esdan chiqib ketishi kerak. Eng yaxshi qo'shiq bu ilhom beradi. Odamni davolaydi. Shuning uchun men sizlarga hozir 3,5 soatlik ashula aytmoqchiman. Shu qo'shiqni eshitsanglar bo'ldi, tamom, shu bilan tugaydi. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. O'zinglar aytarkansizlar, nimaga chaqirdinglar? Shuncha 2 soat kuttirdinglar hozirga. Mayli, birgalashib aytamiz. Ketdik, bella ciao. Bayram muborak bo'lsin. Una mattina mi son svegliato, mamma mia, oh bella ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, ladro, oh bella ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Ma se no, e seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra del mio, e se io voglio da partigiano, mamma mia, oh bella ciao, e seppellire la sua montagna sotto l'ombra del mio. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh perché sei, oh bella ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Raskıştı buna. Ay senin, ah sahiden, ah ma, ah oranın sensizdir ya.
eylet, şükür eylet. Kırkım oldu bir görmeden yüzümde, gönlümde hat yetip tuttum sözümde, sözümde. Kütüp durmam bir şıkkaydı gözünde, sallama bulana bir şık canalım, canalım. Kütüp durmam bir şıkkaydı gözünde, sallama bulana bir şık canalım, canalım. Ay senin kulak sallaydım ahmağa, ah buramam sen şimdi yadım, yadım. Hakaret almadın kilbin bana, sallama bana bırşık canım, canım. Hakaret almadın kilbin bana, sallama bana bırşık canım, canım. Canım, canım. Karim, jonajon O'zbekistonimiz, Qoraqalpog'imiz hamda qator davlatlar xalq artisti Jinis Bekniyazov. Rahmat deymiz chiroyli kayfiyat.
Navo Sport ansambli ijodkorlariga, xonanda hamda sozandalarga minnatdorlik bildiramiz. Agar hayot bo'ston bo'lsa, bog'bon muallim. Agar hayot karvon bo'lsa, sarbon muallim. Agar hayot bo'ston bo'lsa, bog'bon muallim. Agar hayot karvon bo'lsa, sarbon muallim.
çok gülü, Kipriklere çok gülü, dumanlar aslan aslan, bizge parvası yok gülü, dumanlar aslan aslan, bizge parvası yok gülü. Aksine başlarız. Günler çok gülü, günler çok gülü, günler çok gülü, günler çok gülü, dumanlar aslan aslan, bizge parvası yok gülü, dumanlar aslan aslan, bizge parvası yok gülü. Rahmat, Davron Ahmedovga minnatdorlik bildiramiz va izlar davom etamiz. Acab sırlar, acab sırlar, acab sırlar varmış Sufri sabahda, ömür aks yetermiş Akar deryada, akar deryada. Ümit yıldızları varlar samada, ben baktım yayman haydır abada, haydır abada. Bizning ham sevguvchi bordir dunyoda. Aşklar arzusu o'xshash bo'larmiz, taqdir bir-biriga tutash bo'larmiz. Aşklar arzusu o'xshash bo'larmiz, taqdir bir-biriga tutash bo'larmiz. Ko'ngillarda o'chmas otash bo'larmiz. A'lo bo'lar edi ahdu vafoda, ahdu vafoda. Bizning ham sevguvchi bordir dunyoda. İnsanlık bağ üçün, baxt üçün yaşa, mehrga bilsa, sevsan yarasha. İnsanlık bağ üçün, baxt üçün yaşa, mehrga bilsa, sevsan yarasha. Bugun mutli shaydon yuzlar uchrashar, murodim ko'rarman o'sha qarnoda, o'sha qarnoda. Bizning ham sevguvchi bordir dunyoda. Ajab sirlar, ajab sirlar, ajab sirlar bormish Sufri sabahda, ömür aks yetermiş akar deryada, akar deryada, akar deryada, akar deryada.
bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum aziz vatandoshlar, ustozlar. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Sog' bo'linglar, bayram muborak bo'lsin. Hech kim kasal bo'lmasin, vatanimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsinlar, xalqimizda faqat mana shunaqa bayramlar bo'laversin. Biz san'atkorlar kelib qo'limizdan kelsa tabriklayveraylik. Endi yurakda o'tib borlar bo'lsa, bemalol raqslarga tushishlar ham mumkin. Marhamat. Shu xursandlik uchun. Kim bo'ladi kim bilib turib yangalar kim bo'ladi 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 bir fagullar ayting orqaligilar eshitilyapti-yu. Turfagullar ayting, muhabbat bog'idanmi? Buncha chiroyli bo'ylik doktorlarning bog'idanmi? Orqaligilar ham marhamat. Qo'yaveradi, Instagram, Telegram, Telegram hamma. Ustozlarga ham davlatga qilaman.
uylik olmosning tog'idan buncha chiroyli uylik olmosning tog'idan olmosning tog'idan olmosning tog'idan go'zal qiz kelganiga bir nazar tashlab ochilgan gulmi kam debman butun aqlim hayolimdan o'zingga farq etib qo'yding siyos sochingni yorayqon hayo sunbulni kam debman siyos sochingni yorayqon hayo sunbulni kam debman solmay hech navoiy suratini yozgan g'aribas shuni chaldirman beti davrada qizlar ko'p sunda qirqirida samimda jonim shohu alarni to'ni kaldirman ochilgan gulmi kam debman butun aqlim hayolimdan o'zingga farq etib qo'yding siyos sochingni yorayqon hayo sunbulni kam debman siyos sochingni yorayqon hayo sunbulni kam debman Xalqimizning sevimli san'atkori Dilnoza Hamqo'yevaga qarshi kelgan balandroq chalg'ish askarlarning ko'zlaridan chiqib ketdi, kechirasiz. Dilshodbek Rahmonovga jo'shqin qo'shiqlar uchun rahmat aytamiz. Tadbirimizni go'zal maskanimizda tark etmaysiz azizlar, chunki yana chiroyli qo'shiqlar, samimiy xonandalarimizning chiqishlari oldinda ko'p. Muhabbat o'tida yonmasa ko'ngil, holiga voy degil, bemor u zahil. Muhabbatsiz o'tgan har bir kuning bil, umringdan behuda ketmish behosil. Muhabbat, mehr, oqibat dillarimizni hech qachon tark etmasin azizlar. Qarshi oling sahnamizda fayzli ijodkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist. Kim bag'ringga bos meni, senga agar sochlarimga os meni.
xonandamiz, muhabbat kuychisi Anvar Sanayevni olqishlaylik. Anvar aka, rahmat sizga. Chiroyli qo'shiqlar kutib qolamiz sizdan. Rahmat. Buncha go'zal hayot, ko'ram zamona, har dilda zavq-u shavq, dilda shukrona, gulgun chehralar, yana tabassum, davom etar bayram, shoh shodiyona. Azizlar, go'zal bayramimizni Nihol mukofotining sovrindori Islombek Ahmedov davom ettiradi. Sen
chiqdi yo'llaringdan. Shahrizodim, Shahrizodim, dilda yagonam. Shahrizodim, Shahrizodim, tanho bir dogam. Shahrizodim, Shahrizodim, dilda yagonam. Shahzodayman, Shahzodayman, sensan malikam. Ana ovozini eshitmayapti. Shahrizodim, Shahrizodim, dilda yagonam. Shahrizodim, Shahrizodim, tanho bir dogam. Shahrizodim, Shahrizodim, dilda yagonam. Shahzodayman, Shahzodayman, sensan malikam. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Islombek Ahmedov bilan bog'liq bo'lamiz, ijodlariga omad tilaymiz va albatta mana shu tadbirni tashkil etgan tashkilotchilarga va tashkillashtirilgan tadbirimizni go'zal fayzli tarzda o'tishida hissasini qo'shgan barcha ishtirokchilarga, qatnashchilarga minnatdorlik bildiramiz azizlar. Endi muhtaram ustozlarimiz va talabalar, o'ylaymizki tadbirimiz hammaga birdek manzur, ma'qul keldi. Barchangizning yuzingizda tabassum arimasin, bayram kayfiyati dillaringizni aslo tark etmasin degan niyatlar bilan bugungi tantanali tadbirni tashkil etishda bosh bo'lgan Toshkent davlat tibbiyot universiteti rahbariyatiga, Xalqlar do'stligi san'at saroyi ma'muriyatiga, xavfsizlik posbonlariga va albatta Colgate kompaniyasiga minnatdorlik izhor etamiz. Demak azizlar, endi esa sahnaga barchamiz uchun hurmatli inson, universitetning yoshlar masalalari va ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori Turdiqul Akramovich Bobomurodovni taklif etamiz. Marhamat ustoz. Keling ustoz. Assalomu alaykum. Aziz talabalar, hurmatli ustozlar, bugun shu farzandlar orqasidan kelgan hurmatli ota-onalar. Yana bir marta birinchi kursga kirgan talabalarimizni, ularning ota-onalarini chin dildan tabriklaymiz. Bugun ularning hayotida unutilmas kun bo'ldi. Ular shifokorlik yo'liga kirish uchun birinchi qadamni bosdi. Ular talabalik qasamyodini bugun qabul qildi. Xalqimiz oldida, ota-onalar oldida, talabalar oldida va'da berishdi. Ustozlar oldida va'da berishdiki, biz yaxshi shifokor bo'lamiz. Biz ulug' inson bo'lamiz. Ota-onalarimizni, ustozlarimizni hurmat qilamiz, xalqimizga beminnat xizmat qilib, ularni rozi qilamiz deb bugun va'da berishdi. Kelajak tibbiyotini o'rganamiz deb va'da berishdi. Ana shunday talabalarimiz uchun bitta olqishlab qo'yamiz. Men o'ylaymanki, bugungi tadbir yaxshi o'tdi. Bu tadbirda albatta Tibbiyot universitetini rektori Shuhrat Abdujalilov bosh bo'ldilar. Ularga ham minnatdorchilik bildiramiz. Bugun mana shu tadbirni boshqarib borgan insonlarga biz minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Qani olib keling ham.
Toshkent davlat tibbiyot universiteti bilan yaqin hamkorligingiz, kasbiy mahoratingiz, jurnalist va boshlovchi sifatida alohida e'tiborga ega bo'lgan jozibali nutqingiz bilan talabalik qasamyodi 25 tadbirini yuqori saviyada o'tkazishdagi yordamingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sizni ustoz va murabbiylar kuni bilan tabriklaymiz va sizga mustahkam sog'lik tilaymiz. Kubayeva Dilnoza Oqilbekova muborak bo'lsin. O'zbekiston hamda Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist, Shuhrat medali sohibasi, sevimli aktrisangiz Dilnozaxon muborak bo'lsin. Shuningdek, bugun bizga yanada yaqindan yordam bergan, doimiy hamkorlik qilaman deb va'da bergan, yaqin hamkorimiz bo'laman degan hurmatli Hamza Rustamovichga ham xuddi shu ma'noda rektorimiz nomidan, jamoamiz nomidan tashakkurnoma va tabrik. Kompaniya bor, bu Colgate kompaniyasi. Colgate kompaniyasining vakili sifatida Natalya Yurievna inoyatga chaqiriladi. Спасибо вам, отлично. Besalaringiz, men o'qishga so'z bersam, marhamat. Albatta, endi yana bir bor tashkilotchilarga minnatdorlik bildiramiz. Bizni ham e'tibordan chetda qoldirmaganlar uchun alohida tashakkurlarimiz, rahmatlarimiz. Marhamat, Colgate kompaniyasini dil so'zlari sizlarga. Здравствуйте, уважаемые студенты. Я рада присутствовать от лица компании Colgate на сегодняшнем мероприятии. Это значимое в вашей жизни мероприятие, очень красивое. Я выражаю особую благодарность университету за долгие годы сотрудничества, за то, что ежегодно мы выпускаем огромное количество профессионалов, в руках которых находится здоровье нашей нации. Особая благодарность, конечно же, ректору и нашему уважаемому проректору за то, что они вносят в свой вклад в медицинское образование и в обучение. И дорогим студентам я желаю интересных клинических случаев, обучения, сил, ну и, конечно же, чтобы вы вдохновлялись и не забывали, что здоровье нации находится именно в ваших руках. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Albatta, asosiy hamkor Colgate kompaniyasiga minnatdorlik bildiramiz. Marhamat. Yana bitta e'lonimiz, tabrikimiz bor, tashakkurnomamiz bor. Men o'ylaymanki, bugungi tadbirimizda juda chiroyli raqslari bilan ishtirok etgan Orom bolalar dastasi. Bularni Anor raqs dastasiga ham rahmat va qolaversa universitetni o'zida tashkil etilgan Navor shifo ansamblining barcha ijodkorlariga minnatdorchilik bildiramiz. Anor raqs ansambli rahmat. Azizlar, shu o'rinda ustoz ijozatingiz bilan tadbirni tashkillashtirishda mas'ul bo'lgan mutasaddi xodimlar, yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat, ma'rifat boshqarmasiga, ommaviy tadbirlarni tashkil etish va san'at bo'limiga, Navor shifo ansambliga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Qolaversa, tadbirimizdagi video lavhalarni keng yoritib berishda o'z hissalarini qo'shgan media va axborot xizmati jamoasiga, kecha kunduz tinim bilmay sifatli filmlar va video roliklarni yaratib bergan raqamli ta'lim texnologiyalari markazi jamoasiga va alohida tashakkurlarimiz SMM Mita Ayubtin jamoasiga bo'ladi. Minnatdorliklarni va tashakkurlarimizni qabul qilasizlar. yana bitta
so'zim qolib ketdi. Tilagim hurmatli talabalar. Tibbiyot universitetini an'anasi bor. Bitiruv kechasi, bitiruv yig'ini deydi. U ham mana shu zalda bo'ladi. Hozirdan e'lon qilib qo'ying. Kimgadir 5 yil, kimgadir 6 yil, kimgadir 4 yil mana shu yerda uchrashgancha xayr. Va albatta bu muddat osonlik bilan o'tmaydi. Mina bilan quduq qazish deydi-ku ilm olishni. Ana shunday mashaqqatli yo'lda talabalarga omadlar yor bo'lsin, kelgusi hayotlarida zafarlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Omon bo'linglar. Barishko